Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Biz o'sha bir ko'rsatuv qilgandik. Mana Muhammad Shayboniy xonning, Ulug' xonning halok bo'lishi Marv ostonalarida, Marv tuzog'i degan ko'rsatuv qilgandik. Albatta bu yerda ko'plab tomoshabinlarimizni takliflariga binoan umuman Safaviylar va Shayboniylar o'rtasida kurashni hikoyasini, ya'ni tarixini davom ettiring degan takliflar albatta inobatga olinadi va mana shu ko'rsatuvda biz Safaviylarni endi Shayboniylar bilan keyingi kurash haqida gaplashsak, xullas Muhammad Shayboniy xon Marvda halok bo'lgandan keyin biz o'sha ko'rsatuvda aytib o'tgandik, Ismoil Safaviy Hirotga yurish qildi va Hirotni egallaydi. 1511-yilda o'sha aprel oyining boshlarida Ismoil endi Hirotda qishlab oldi, albatta qishladi. Hirotga joylashganda, Hirotdan chiqadida endi Morin Nahrga, ya'ni bizning yurtlarga qarab yo'l oladi qo'shini bilan, ya'ni zabt etish niyatida yo'l oldi. Albatta Shayboniylar shu Ulug' xonning, ya'ni ular o'z yo'lboshchilarini yo'qotgandan keyin tabiiyki qaysidir ma'noda biroz sarosima ham bo'lgan, lekin ular albatta birlashishga harakat qiladilar. Ulug' bir xavf paydo bo'lganda, umuman Samarqandda hukmron bo'lib turgan Muhammad Temur sulton va Buxoroda hukmron bo'lib turgan Shayboniylarning iste'dodli vakili, eng jangovar vakili Ubaydullo xon mana shu qo'shimcha barcha kuchlarini olib, albatta Safaviyning, ya'ni Ismoil Safaviyning kelayotgan boyagi yurishini to'xtatish uchun albatta ular qo'shinlarini to'play boshlaydilar. Shayboniy xonni halok bo'lgandan keyin biroz o'tib bu yerga yetib kelgan Shayboniylar yetib keladi Marvga. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra birinchi bo'lib o'sha Shayboniy xonning mana shu Zahiriddin Muhammad Boburning egachisidan tug'ilgan farzandi yetib kelgan degan xabarlar bor, lekin keyin bu yerga baribir Ubaydullo xon keladi asosiy qo'shin bilan va Shayboniy xonning ayoli bularning yangasi bo'lmish o'sha Ulug' malika va aynan shu ayolning nimasi bilan Shayboniy xon halok bo'lgandi deb aytib bergandim-ku birinchi ko'rsatuvda. Mo'g'ul xonimni olib ular orqaga qaytadilar. Keyinchalik Mo'g'ul xonimga Ubaydullo xon o'z nimasiga oladi, nikohiga oladi. Xullas ular Shayboniylar katta kurashga hozircha tayyor emasligini ham ma'lum edi. Ya'ni barcha kuchlar to'planmaganda hali, chunki Morin Nahr katta, bu yoqda Xorazmdan tortib Farg'onagacha, Toshkentdan tortib Buxorogacha bo'lgan qismlardan qo'shinlar yig'ilishi kerak edi. Ular dastlab Shayboniy xon, ya'ni Shayboniyning halok bo'lganligi, Shayboniyning haddan tashqari uning jasadi xo'rlanganligini ham unutib, hatto Shoh Ismoil bilan qandaydir sulh tuzishga harakat qilishadi. Ya'ni ulug' xavfni oldini olish uchun dastlab ya'ni tin olish, ya'ni nafas rostlash kerak edi. Shuning uchun Shayboniylarning elchilari Karmana va Xo'jand hukmdori bo'lmish Jonibek sulton Maymanada, shaxsan Jonibek sultonning o'zi Maymana bilasizlar, o'sha hozirgi Afg'oniston hududida Maymanada Shoh Ismoilni kutib oladi, ya'ni Shayboniylarning vakillari. Albatta bu yerda sovg'a salomlar bilan Shoh Ismoil endi g'olibda, qudratli kuchga ega. Shuning uchun Shayboniylar urushdan, jangdan oldin albatta o'sha dushman bilan birdaniga urushib bo'lmasligini ular yaxshi tushunadilar va albatta Jonibek sulton Maymanada shohni yaxshi kutib olib, bu yerda ikkalasi o'sha qandaydir shartnomalar tuzishga harakat qilishadi, ya'ni sulh tuzishga harakat qilishadi. O'zbek sultonlari Morin Nahrda hozircha tinchlikni saqlashga harakat qilishardi. Ya'ni shohga Ismoilga ular ba'zi hududlarni albatta tan oladilar. Ismoil qo'lga olgan hududlar, masalan, Amudaryoning o'sha janubi narigi qirg'og'ida, hozir Afg'oniston deb ataluvchi qirg'og'ida hokimiyatni saqlab qola olmasligini Shayboniylar buni bilib turgan edilar. Shuning uchun
ular Balx va unga qaram hududlar bo'lmish, masalan Antxo'y, Shibirg'on, Maymana, Faryob va Murg'obdan Amudaryagacha bo'lgan yerlarni Ismoilni tasarrufida ekanligini albatta tan olishdan boshqa ilojlari yo'q edi. Shoh Ismoil bu hududlarga o'zini mashhur beklaridan biri Bayrambek Qoramollini bek qilib, ya'ni uni ixtiyoriga topshiradi mana shu hududlarni. Shoh Ismoil to'xtamoqchi emas edi, u butun Xurosonni qo'lga kiritish niyatida edi albatta. Morin Nahrga hali uni katta kuchlari bu yerda u baribir yirik kuchlar to'plash kerakligini bilib turganda, shuning uchun Temuriy zodalarni ham o'ziga ittifoqchi qilib sifatida chorlay boshlaydi, ularga elchilar jo'nata boshlaydi. Masalan, Shoh Ismoil Qandahorga ham o'sha Qandahor ham albatta Xurosonning yeri bo'lganligi uchun hozir ham Qandahor yirik shahar Afg'onistonda. Shoh Ismoil bu yerdagi Shujobek, ya'ni Shoh Shujobekni qandaydir itoatsizlik alomatlarini sezadi, ko'radi, go'yoki o'sha Shujo Shoh Ismoilga qandaydir bo'ysunmayotganday tuyulgan edi. Shuning uchun uni hibsga oldiradida Ixtiyoriddin qalasiga qamoqqa tashlatadi Hirotda. Xullas Xurosonda deyarli katta qismi allaqachon Shoh Ismoilning qo'l ostiga ilkiga tushgan edi. Shundan so'ng Shoh Ismoil bu yerda Shayboniylar bilan kurash olib borish uchun o'zi nima qilib o'tirmadi, ya'ni asosiy katta qo'shinlar bor edi albatta. O'zining ishonchli odamlarini bu yerga qoldiradi Shayboniylar bilan keyingi kurashlarda. O'zi esa Iroqqa qarab qo'shin tortadi. Simnonda, ya'ni Mazandaron uchun kurashayotgan da'vogarlar u yoqda Ismoilni kutayotgan edilar. Buni aytuvdim, Shayboniyxonni bir qo'lini yuborganda o'sha Rustam Rozafsun degan kishiga, ya'ni Og'a Muhammad o'sha kishining o'g'li, endi boyagi qo'lini ko'rgandan keyin bu kishi kasallanib vafot etadi. U kishining o'g'li Og'a Muhammad mana shu yerlarga hukmronlik qilayotgan edi va u Shoh Ismoilga o'zini itoatkorligini ko'rsatganligi uchun tabiiyki Shoh Ismoil Rustam Rozafsunning o'g'li Og'a Muhammadxonga hokimiyatni beradi, albatta vassal sifatida. Mazandaronning qolgan qismi esa Abdulkarim degan kishiga topshiriladi, Ismoilning ishonchli odamlariga. Mana shu ikki hukmdor birgalikda shohning buyrug'i bilan, Ismoilning buyrug'i bilan 30,000 tuman to'plashi lozim deb beriladi, xuddi kontributsiya. Va mana shu mablag'ni esa Shoh Ismoil Xoja Muzaffar Bitikchi degan bekiga topshiradi. Shu kishi yig'ish kerak edi. Shoh Ismoil o'zining sodiq va ishonchli ittifoqchisi deb hisoblagan Zahiriddin Muhammad Boburga yordam berish va o'zbeklarni, ya'ni o'zbek xonlarini yo'q qilish maqsadida Shoh Ismoil 12,000 nafar otliqdan iborat qo'shinni Boburga yordam sifatida yuboradi. Mana shu qo'shin Zahiriddin Muhammad Boburga yordamga yuboriladi. Endi ba'zi ma'lumotlarga ko'ra o'sha boyagi qizil salla, shiyalarning sallasini Boburga yuborgan. Ko'plab ma'lumotlarga ko'ra Bobur go'yoki mana shu sallani kiygan va Ismoilni qandaydir o'ziga bir nima deb hisoblagan albatta. Bobur endi bu yerda Zahiriddin Muhammad Boburni ko'pchilikka ayblashlari mumkin. Yo'q, Bobur ham endi nima qilsin, o'zini ota ajdodlari yurtini qaytarib olishga harakat qilayotgan edi. Bu yerda dushmani mening do'stimdir degan bir maqol bor. Shuning uchun Zahiriddin Muhammad Boburni ko'p ham ayblab bo'lmaydi. Baribir u ham bizning ulug' bobomiz Temuriylardan. Keyinchalik o'sha buyuk saltanatga asos solgan Hindistonda. Ammo mana shu Ismoil Safaviy bilan bo'lgan munosabatlari albatta tariximizni mana shunday sahifalari buni hech qayerga tashlab yubora olmaymiz-da. Biz majburmiz bu narsalarni aytishga. Bobur go'yoki Qizilboshlar bilan sulh tuzgan, hatto ba'zi ma'lumotlarga ko'ra o'sha shiyalikni ham qabul qilgan degan gaplar yuradi, lekin menimcha bu to'liq isbotlanmagan bo'lsa kerak.
Zahiriddin Muhammad Bobur baribir o'sha sunniylik mazhabida qolgan. Xullas 12 ming nafar otliq qo'shinni Boburga yordamga yubordi. Bu qo'shinga Zaynoliddinbek Safaviy, mana o'zini eng ishonchli odamlari, Zaynoliddinbek Safaviy, Garapiribek, ya'ni Qorapiribek bo'lsa kerak, Qorapiribek, Qojar, ya'ni Qojarlar sulolasining yirik vakili, Zaynal Sulton Shamlu, Bodimjon Sulton Rumlu va Hoji Muhammadlar mana shu 12 minglik Boburga yuborilgan yirik qo'shinlarga rahbar sifatida qo'yiladi ular. Umumiy qo'mondonlik esa yangi ya'ni forsiylardan bo'lgan bir vakil Najmi Soniy degan odamga topshiriladi. Bu odam haqida hozir gapiramiz. Mana shu keyinchalik Shayboniylar bilan bo'lgan yirik kurashlar, janglarda mana shu odam bosh qo'mondonlik qiladi. Lekin bu tayinlov Najmi Soniyni rahbar qilib qo'yilishi mana shu qo'shinga hatto ko'plab qizilboshlar orasida ham kuchli norozilikka olib keldi, sabab bo'ldi. Ya'ni ular ham Najmi Soniyni uncha yoqtirmasdilar. Najmi Soniy haddan tashqari bir nima deydi, bir nima deydi, avantyurachi odam edi. Juda ham bir adios figura deydi-ku. Xullas nima bo'lganda ham u o'zini aytganini qiladigan, qaysar, o'jar, cho'rtkesar, xullas bir nima deydi, mustabid bir odam edi Najmi Soniy. Xullas nafaqat o'sha dushmanlari, balki uni o'sha yaqin atrofdagilar ham yoqtirishmasdi. Masalan, Husaynbek Lala, G'iyosiddin Muhammadlar Hirotdan, Dadabek Tolish esa Marvdan qo'shinlarini olib Najmi Soniyga qo'shilish haqidagi buyruqni ham oladilar. Ular Balxga yetib kelgach, Najmi Soniy G'iyosiddin Muhammadni Hisori Shodmondan Boburni chaqirish uchun elchi qilib yuboradi. Ya'ni Zahiriddin Muhammad Boburni mana shu yerga yetib kelish haqida, ya'ni ularga qo'shilish haqida go'yoki ko'rsatma edi. 1512-yilda mana shu Boburni chaqirish uchun yuborilgan Bayramxon Qaramollini Balxdan olib, ular sentyabrda 1512-yil sentyabrida Termiz yaqinida, hozir Surxondaryoning markazi, Termiz yaqinida qayiqlardan qurilgan sol, ya'ni ko'priklar orqali Amudaryoni Shayboniylar, ya'ni hukmdorlik qilayotgan bizning yurtlarga, Movarounnahr Nahrga mana shu Shoh Ismoilning qo'shinlari, Safaviylar qo'shini bostirib kiradi, Amudaryodan o'tishadi. Taxminan Derband Oxonimmi degan joyda, shu Termiz yaqinida bular o'sha nimadan o'tishadi. Keyin Bobur mana shu yerda yaqin joyda Bobur Safaviylar qo'shiniga qo'shiladi va ular birgalikda Buxoroga qo'shin tortadilar. Xullas juda ko'p qal'alar, masalan, Hisor qal'asi ham ixtiyoriy ravishda taslim bo'lgan degan ma'lumotlar bor. Ana shu qal'aning garnizon boshlig'i, ya'ni qal'a hokimi Aqfulat Sulton qo'lga olinadi va qatl etiladi. Qarshi qal'asi ham qamal qilinadi. Mana shu bizning tariximiz sahifalarining eng qora va kir kunlaridan biri. Qarshi nimalarga, Safaviylar, qizilboshlarga qarshi qahramonlarcha mudofaada turadi, qarshiliklar. Lekin afsuski kuchlar teng emas edi. Shayboniylar chekingan, yirik kuchlar yo'q. Qarshi qal'asi, qarshi aholisi yolg'iz dushmanga qarshi olishishga majbur bo'ladi. Qamalni 3-kunidan keyingina qarshi qo'lga olinadi, ya'ni dushman qarshiga bostirib kiradi. Va Safaviylarga bo'ysunishdan, ya'ni qizilboshlarga bo'ysunishdan bosh tortgan qarshining hokimi Shayxun Mirzoning o'ldirilishi, Bobur va G'iyosiddin Muhammadning nimalariga qaramasdan, iltimoslariga qaramasdan, ya'ni shahar aholisiga rahim shafqat so'rab ular Najmi Soniyga bir necha marta murojaat qiladilar, lekin qarshining qattiq qarshilik ko'rsatganligi, ming afsuski qarshi aholisini qatl omiga buyruq beriladi Najmi Soniy tomonidan. Mana hozirgacha qarshi xalqi menimcha hozirgacha shu
forsiylarga nisbatan umuman qattiq bir nafrati bor. Menimcha shu tarixiy nimasi bo'lsa kerak. Endi bu yerda faqat forsiylar emas, qizilboshlarga deylik, uning ichida turkiylar ham bo'lgan, ko'p bo'lgan albatta. Mana shu undan tashqari Qarshini o'zidagi nafaqat turkiylar, balki tojiklarning o'zi ham qatl qilingan deyishadi. Xullas 15 ming nafar Qarshi aholisi mana shu yerda qatl etiladi. Bobur bilan o'sha boyagi beklardan biri G'iyosiddin Muhammadning iltimosiga qaramasdan shahar qatl qilinadi, Qarshi shahri. Bu juda ham fojiali kunlar edi. Mana shu qatl keyin Najmi Soniy Buxoro tomonga qo'shin tortadi. Safaviylar qo'shinini yaqinlashayotganini ko'rgan O'zbek xonlari, O'zbek sulton beklari, ya'ni asosan bu yerda Ubaydulloh xon bilan Muhammad Temur sulton jang taktikasini o'zgartirishga qaror qiladilar. Chunki ular juda katta kuchlar kelayotganligini ko'radi. Dushmanning katta kuchlari Morin-Nahrga bostirib kelayotganda Buxoroga. Xullas taktikani o'zgartirgan Shayboniylar G'ijduvon qalasiga qarab chekinadilar va G'ijduvon qalasini himoyaga, ya'ni G'ijduvon qalasiga berkinib himoyaga turadilar, qo'shinning bir qismi. Qolgan qismi esa ancha ichkariga chekinadi va payt poylaydi. Najmi Soniy qalani qamal qildi, biroq qamal o'sha oziq-ovqat zaxiralari tugab borayotganligi tufayli Bobur va Zahiriddin Muhammad Bobur va Xo'ja Mahmudning taklifiga ko'ra mana shu jang amaliyotini, ya'ni o'sha qamalni bahorga qadar to'xtatish haqidagi takliflar beriladi, lekin Najmi Soniy albatta bu takliflarni ham rad etadi. Ya'ni qalani shturm qilishda davom etishga qaror qiladi Najmi Soniy ana shunday o'jar va qaysar odam edi. Ya'ni o'zini bir hukmdorday tutardi-da, go'yoki Boburni ham mensimasdi, boya qolganlarni ham. Ularni ko'pincha Ismoil Safaviyning qandaydir nimalari sifatida, bir xizmatkorlari sifatida muomala qilardi Najmi Soniy. Shuning ham bu odamni nufuzi Temuriy shahzodalar, ya'ni Boburning o'sha nimasidan tushib ketdi. Endi bungacha albatta Samarqand va nimalar egallangan, mana Ko'limalikdagi jang haqida ham bir nima qilishimiz kerak, aytib o'tishimiz kerak. Biz sal oldinroq o'tib ketdik, ya'ni G'ijduvon jangiga. Undan oldin Zahiriddin Muhammad Bobur mana shu Safaviylar, ya'ni qizilboshlar yordamida o'zining bobosi Amir Temurning poytaxti Samarqandni egalladi, Buxoro va boshqa shaharlarni egalladi. Go'yoki butun Morin-Nahr Zahiriddin Muhammad Boburning qo'liga qaytayotganda edi. Xullas Ko'limalik jangi haqida biroz aytib o'tib ketay. 1512-yil aprelida Morin-Nahrda, ya'ni Buxorodan uncha uzoq bo'lmagan Ko'limalik ko'lida, bu Ko'limalik ko'li hozirgi menimcha shu To'dako'l bo'lsa kerak, To'dako'l bo'lishi ham mumkin degan bir qarashlar bor. Bu yerda Shayboniy O'zbek xonlari, Shayboniylar bilan o'sha Temuriyzoda Bobur o'rtasida bo'lib o'tgan uzoq muddatli harbiy siyosiy to'qnashuvni bir yakuni sifatida ham ko'rish mumkin. Ya'ni sal orqa-orqa qaytamiz tarixiy ma'lumotlarda. O'sha Shayboniyning vafotidan keyin yuzaga kelgan mana shu tartibsizlik va g'alayonlardan, ya'ni Morin-Nahrdagi ichki nimalardan foydalanib, inqirozdan foydalanib Zahiriddin Muhammad harbiy yurish qildi. Ya'ni Ismoilni bergan kuchlari yordamida, ya'ni o'zini ham kuchlari bor edi. Va mana shu bahorning o'zidayoq Bobur Shayboniylarning eng muhim shaharlaridan bo'lgan Buxoroni ham oldi, keyin Samarqandni ham. Bobur o'zini qo'shiniga juda ko'p odamlarni qo'shilganligini va boshqalarni ko'rib, albatta o'zini ilgariga hukmdorligi qaytdi deb o'ylayotgan edi. Tabiiyki, albatta Morin-Nahrning asosiy qismi Boburning hukmdor deb tan olardi albatta. Ammo mana shu yilning oktyabr oyida Bobur, ya'ni Samarqandni egallagan Bobur Samarqanddagi shahar ichidagi masjidda go'yoki Ismoil Safaviy
sharafiga maxsus xutba o'qilganligi, ya'ni endi bu yerda biz ma'lumotlarni berishda baribir sal ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Endi shunaqangi ma'lumotlar bor-da, go'yoki Bobur endi iloji yo'qda vassal deb desa ham bo'ladi, chunki u o'sha qizilboshlar yordamida qaytarib oldi-da bu shaharlarni, Buxoroni, Samarqandni. Xullas Bobur Samarqanddagi masjidlarning birida Ismoil Safaviy sharafiga maxsus xutba o'qigan, ya'ni o'qitgan. Bu esa nafaqat Samarqand, balki Movarounnahdagi sunniylarning, albatta asosiy qismi sunniylar-ku bizni Movarounnahrda. Mana shu Boburni xiyonatda ayblanishiga sabab bo'ladi va butun sunniylarni g'azabini keltiradi. Aynan mana shu xutba deyishadi. Xullas go'yoki bu endi qo'g'irchoq bir podshoday ko'rinib qolganda-da, Zahiriddin Muhammad Boburning mag'lubiyatining asosiy sababi ham shu-da. Movarounnahr aholisining ko'z o'ngida Bobur xoinga, ya'ni aylandi, ya'ni nafaqat o'sha bu yerda mafkuraviy masala, bir diniy masala ham bor edi. Boburni go'yoki sunniylik mazhabini sotgan, ya'ni rofiziylarga xizmat qiluvchi sifatida Movarounnahr aholisi ko'ra boshlaydi, albatta. Shundan keyin Shayboniylar albatta buni kuzatib turgan edilar, jiddiy kuzatib turgan edilar va Bobur bilan urushga ikkilanib turgan Shayboniylar mana shu vaziyatdan ustalik bilan foydalanishga qaror qildilar, chunki aholining katta qismi sekin-sekin Boburdan yuz o'girib, yana ko'zlarini Shayboniylarga qarab tika boshlagan edilar. Bu yerda albatta diniy ruhoniylarning ham roli katta bo'ldi, ya'ni eshonlar, saidlar, ular tabiiyki sunniylikning o'sha e'tiqodini, asoslarini himoya qilish kerak-ku, bu yirik pirlar, ya'ni ulug' o'sha shayxlar, boyagi eshonlar. Tabiiyki ular xalq ularga quloq solardi va ularning ko'z o'ngida ham Boburning obro'si tushib ketgandi. Aynan mana shu vaqtda ular sunniylik e'tiqodi asoslarini himoya qilishni o'zlarining sharafli bir zimmalariga olishga ko'nadilar. Bu vaqtda ya'ni Shayboniylarni ular mana shu eshonlar ham, saidlar ham, barcha pirlar va xalqni o'zi ham Shayboniylarni endi xaloskor sifatida ko'ra boshlagandi va ularni qaysidir ma'noda chorlayotgan edilar. Mana bu kelgindi bosqinchilarni haydab chiqarish haqida yordam so'rayotgandilar-da. Ana shu vaqtda Ubaydullohxon va Toshkentda turgan Muhammad Temur sultonlar o'zlarining Shayboniylarning hali ular xon hozircha mana 2 yil atrofida xon 1510-yil Shayboniy xon halok bo'lgan bo'lsa, ular hali o'zlariga xonni bir saylov asosida ko'tarmagan edilar. Ular qandaydir parchalanib o'sha nima davr edi, boshboshdoqlik deysa mumkin. Ya'ni noaniqlik davri, kurashlar davri edi. Shuning uchun ular o'zlarini bir nima deydi, mana shu Movarounnahdagi hokimiyatlarini mustahkamlash uchun, qaytarib olish uchun siyosiy va ma'naviy taktik uslubni qo'llashga qaror qiladilar. Va bu yerda masalan mana Suyunchi Xo'jaxon va Farg'ona hukmdori Jonibek sultonlar shimolga, ya'ni Turkiston shahriga kelib, ya'ni chekinishga majbur bo'lgandilar. Ular Ko'chkunchixonni xon qilish haqidagi bir takliflarni bera boshladi, chunki Ko'chkunchixon Turkistonda turgan edi. Barcha Shayboniylar o'zlarining o'sha mana Movarounnahrga kirishdan oldin o'zlarining asosiy plazdarmi hisoblanmish Turkistonga yig'ilishni boshlaydilar va ular bu yerda nima deydi, mana 1512-yil aprelda Turkistonda Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi yonidagi maydonga xalqni to'playdilar va ular urushga chaqiradi, ya'ni o'sha xalq ham ularni qo'llab-quvvatlaydi, ya'ni muqaddas vatanni Movarounnahrni shak shubhasiz qaytarib olamiz deb, hatto Ubaydullohxon bu yerda o'sha xalqqa mana shuni murojaat qiladi va barcha uni qo'llab-quvvatlaydi. Movarounnahrni shak shubhasiz qaytaraman deydi Ubaydullohxon.
Shayboniylardan oldin uni faqat Samarqand va Farg'ona hukmdorlari va Muhammad Temur sulton va Jonibek sultonlar qo'llab-quvvatlaydilar. Qolgan Shayboniylar o'sha davrda qandaydir bir nima deydi, noaniqlik masda edilar, kayfiyatida edilar. Xullas, mana shu hukmdorlar, ya'ni Shayboniylarning mana shu asosiy sultonlari janub tomon qo'shma harbiy yurishni uyushtirishga qaror qiladilar. Ya'ni Sirdaryodan o'tib, o'sha paytda Sayxun deb atalardi. Sirdaryodan o'tib Boburning Bobur tasarrufida turgan yerlarga hujum qilishga qaror qiladilar. 1512-yilning aprel oyining oxirida Ubaydullohxon boshchiligidagi 3000 lik birlashgan qo'shin G'ijduvon shahriga keladi va shaharni qamal qilib, boya aytib o'tgandim, uni o'ziga bo'ysundiradilar, ya'ni G'ijduvonni egallaydilar va qisqa vaqtdan so'ng Buxoroga ham yetib keladilar va shaharni qamal qilishga kirishadilar. Buxoro hokimi zudlik bilan Samarqanddagi Bobur huzuriga chopar yuborib, shoshilinch shaharni, ya'ni Samarqanddagi Bobur huzuriga keladida, shaharning qamal qilinganligi haqidagi xabarni yetkazadi. Bobur esa Samarqandda bu xabarlarni eshitgan Bobur salkam 40 minglik qo'shin to'plab Buxoroni ozod qilish uchun mana shu yurishni, ya'ni g'arbga qarab, Buxoroga qarab qo'shin tortadi. Ya'ni Buxoroni Shayboniylar egallaganligini eshitgan va Samarqanddan Buxoroga qarab katta qo'shin tortadi, 40 minglik qo'shin. Boburni albatta mana shu yurishida Ismoil birinchi Safaviy qo'llab-quvvatlayotgan edi, o'zi o'sha boshidan qo'llab-quvvatlagan Ismoil. Ismoil unga katta o'sha ko'mak kuchlarini ham yuborgan edi. Lekin bu qarama-qarshilikda Shayboniylarning qo'li bejizga baland kelmadi. Ubaydullohxon boshchiligidagi Shayboniylar Boburning o'zi boshchilik qilayotgan Samarqanddan kelayotgan, ya'ni dushmanning katta yordamidan xabar topib, ular ham nayrang qilishga yo'lga o'tadilar. Buxoroliklar va shaharni himoya qilganlar uchun kutilmaganda ular shimoliy g'arbga chekinib, vahima ichida qochib ketayotganday o'zlarini ko'rsatadilar. Xorazm va Buxoroning shimoliy g'arbida joylashgan o'sha hududlar, ya'ni Buxoroni himoya qilayotgan qo'shinlar Xorazmga olib boradigan yo'lga chekinyapti deb o'ylaydilar hatto. Buxoro hokimi dushman chekindi degan xushxabar bilan hatto o'sha Boburning oldiga choparlar ham yuboradi. Hali Buxoro egallanmaganda, ya'ni Shayboniylar Buxoroni qamal qilgandilar. Bobur o'zining 40 minglik qo'shini bilan biroz tinchlanadi, ya'ni Buxoro o'zimni qo'limga qaytdi degan ma'noda. Lekin baribir dushmanning takroriy hujumidan ishonchli himoyalanish uchun baribir Buxoroga yo'l oladi Bobur. Aynan mana shu paytda Zahiriddin Muhammad Bobur Buxoroga qarab yo'l olgan paytda Ubaydullohxon o'zining 3000 lik qo'shini bilan Xorazmga chekinayotganday ko'rsatadi, lekin aslida Xorazmga chekinmasdan Buxoroga nisbatan yaqinroq joyga, ya'ni Qizilqum sahrosida yashirinadi qo'shin bilan. Mana shu vaqtda Zahiriddin Muhammad Boburdan norozi bo'lgan bir necha ming kishi Ubaydullohxon qo'shiniga kelib qo'shiladi. Ya'ni nima uchun Boburning qo'shinlari bu yerda xiyonat qildi? Chunki Boburni ular ham xoin deb hisoblardilar, Rofiziylarga sotilgan deb, va ular albatta Ubaydullohxonni o'zlariga xaloskor va haqiqiy xon sifatida, ya'ni haqiqiy sarkarda sifatida ko'rar edilar. Natijada nima bo'ldi? Bobur mana shu xotirjamlik bilan Buxoroga yaqinlashib kelar edi. Malikrabot degan joy orqali Ko'li Malik ko'li qirg'oqlariga yetib borgan o'sha paytda. Shu paytda Bobur va uning qo'shini umuman kutmagan bir paytda dashtdan Ubaydullohxon boshchiligidagi katta qo'shin paydo bo'ladi va Bobur qo'shinlariga qarshi hujumga o'tadilar. Shiddatli jang boshlanadi. Boburning qo'shini qanchalik qattiq olishmasin, juda katta mag'lubiyatga uchragan edi. Ya'ni shiddat bilan Shayboniylar kelib unga zarba beradilar
va Bobur bu jangda juda katta talafot ko'radida, o'zini omon qolgan oz sonli qo'shini bilan sharqqa Samarqandga qarab chekinadi. Bobur Samarqandga qaytganidan keyin oradan bir kun o'tib, Buxoro va unga tutash hududlarning Ubaydullaxon tomonidan bosib olinishi, ularning Samarqandga ehtimoliy hujumi haqida xabarlar oladi. Shundan so'ng xavfsizlik nuqtai nazaridan oilasi va yaqin hamkorlarining bir qismi bilan Bobur majbur bo'ladi Samarqandni tashlab Hisorga qarab chekinadi, Hisorga qarab ketadi. Bobur safdoshlarining qo'rquvi o'zini oqlagan edi va chunki tez orada Shayboniylar Samarqandga kelib Samarqandni qayta egallaydilar. Samarqanddagi masjidda Ubaydullaxon va uning g'alabasi sharafiga xutba o'qiladi. Bu yerda ba'zi tarixchilarning ma'lumotiga ko'ra, masalan, tarixchi Ro'zbek Isfahoniyning, ya'ni Ro'zbekxon Isfahoniyning gaplariga ko'ra, o'zini Sulul Mulk asarida mana shu kishi Ubaydullaxon haqida nima deydi? Ubaydullaxon odob axloq yuzasidan go'yoki haqiqiy sardor singari, ya'ni xuddi ovchi singari mana shu o'ljani o'z safdoshlariga to'g'ri taqsimlab berib, oliy xon unvonini Samarqand taxtining, ya'ni butun mana shu Shayboniylar saltanatini tiklaganligini e'lon qiladi. O'sha taxtni amakisi mashhur, ya'ni yoshi ulug' amakisi Ko'chkunchixonga beradilar, ya'ni Ko'chkunchixonni ular o'zlariga Shayboniylar yangi ulug' xon sifatida ko'taradilar. Bu juda ham ma'qul bir variant edi. Ya'ni nima uchun? Har tomonlama maqbul edi Ko'chkunchixon, chunki ya'ni bu yerda Temuriylikning nimasi ham bor edi. Ko'chkunchixon o'zi bilasizlar, Amir Temurning ulug' nabirasi, buyuk podsho bo'lgan Mirzo Ulug'bekning nabirasi ya'ni o'sha Mirza Ulug'bekning nabirasi Ko'chkunchixon Shayboniylarni, albatta Shayboniylardan bu kishi, yani otasi Shayboniylardan, lekin onasi mana Mirzo Ulug'bekning qizlari bo'lgan. Xullas Shayboniylar mana shu davlatning legitimligini, ya'ni albatta ular o'zlarini Chingiziylar deb hisoblagani uchun bu hududlarning tabiiyki o'zlarining tasarrufi ostida ekanligi hech qanday shubha yo'q edi. Lekin mana shu nimani taxt tepasiga qo'yilishi Ko'chkunchixonni nafaqat ularning oqsoqoli, ya'ni eng katta vakillaridan biri, balki bu Temuriylarga ham taqaladi. Ya'ni Morinnahr xalqini har tomonlama mos bir hukmdor kelganligiga ishontirish albatta. Shunday qilib Shayboniylar qo'liga sekin-sekin barcha hududlar o'ta boshlaydi. Ular Sayram, Toshkentni ham olib, ya'ni bu yerda Bobur tarafdorlari bu joylarni olishga harakat qilishgan edi, lekin Shayboniylar bu yerda Boburning tarafdorlarini tormor qilib quvib yuborgan edi. Bobur yordamga kelgan Qizilbosh qo'shinini kelguniga qadar, ya'ni Qizilboshlardan katta yordam kelguniga qadar Hisor hududini o'z qo'lida ushlab turishga harakat qiladi va buni uddasidan ham chiqadi. Biroq mana shu G'ijduvon jangi Qizilbosh va Temuriylar birlashgan qo'shinining ulkan bir mag'lubiyatiga uchrashi, ya'ni mana shunday juda katta mag'lubiyat bo'ladi. Bobur va Najmisoniyning qo'shma kuchlari aynan mana shu Ko'limalikdagi mag'lubiyatdan keyin Bobur albatta G'ijduvondagi jangda ham qatnashgan, ikkita jangda mag'lub bo'ldi-da, bu Ko'limalikda ham. O'zi Zahiriddin Muhammad Bobur Shayboniylarni juda kam janglarda yutgan, asosiy janglarda Shayboniylar qo'li doimo baland kelgan. Xullas mana shu jangda Ko'limalikdagi jangdan keyin Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini qo'l ostidagi kuchlarni saqlab qola olmadi, balki o'sha Hisorga chekinishga majbur bo'ldi. Endi G'ijduvon jangi haqida boya ko'rsatuvni boshida aytib o'tayotgandim. G'ijduvon jangida
Najmi Soniy juda katta qo'shin bor edi, nimalarda, Safaviylarda. Bu yerda Bobur ham, boshqa ittifoqchilar ham kelib Najmi Soniyga yordamga kelib qo'shiladi. Lekin Bobur o'zi Najmi Soniyni uncha yoqtirmasdan, Najmi Soniyni nafaqat Bobur, hatto o'zini lashkarboshi o'zini shu yaqin safdoshlari ham unchalik yaxshi ko'rmasdi. Endi Bobur aniq Najmi Soniy bilan kelisha olmaydi. Chunki Samarqandni egallagandan so'ng Bobur shu Qizilbosh sarkardalarini qanchalik saxiy tortiqlar bilan xursand qilmasin, ularning ko'nglini olmasin, baribir ularga o'sha Bobur ham ularga uncha yoqmasdi o'zi. Masalan, Qum shahrida turgan Ismoil Safaviy yoniga masalan ba'zi bir sarkardalarni qaytarib yuborishi, ya'ni Najmi Soniy haqida gapiryapman. Ko'plab Ismoil yuborgan, Ismoilga yaqin bo'lgan, ya'ni o'ziga muxolifat bo'lgan kuchlarni Najmi Soniy unchalik yoqtirmasdi va iloji boricha ulardan qutulishga harakat qilardi. Juda ham qo'rs, izzat talab mana shu Najmi Soniy Ismoil Safaviyga nima deydi? Bobur menga eng o'sha mashhur sarkardaga, ya'ni menday bir mashhur sarkardaga yetarli e'tibor qaratmadi degan bir fikrni aytadi. Qumda Najmi Soniy Ismoil Safaviyga Boburni yomonlab borganda yomonlaydi va undan Najmi Soniy Ismoilga aytadiki, bu ishonchsiz ittifoqchi, ya'ni ishonchsiz nima deb doimo Boburning yonida bir qizilboshi noyib turishi kerakligi deb aytadi. Xullas, sovuq munosabat Bobur bilan Najmi Soniy o'rtasida. Boyagi qarshi voqealarda ham mana shuning uchun yaqqol namoyon bo'ldi. Bularning o'rtasidagi sovuqchilik Boburni qanchalik iltimosiga qaramasdan qarshi xalqi, qarshi aholisi juda katta qirg'inga uchradi Najmi Soniy tomonidan. Chunki Bobur Chig'atoylarga teginmaslikni so'rab, mana Najmi Soniyga yolvorishi, uning ko'nglini yumshatishga harakat qildi, lekin foydasi bo'lmadi. Endi bu isfaxonlik juda tajribali, lekin hech kim bilan til topisha olmaydigan sarkarda aytdi Najmi Soniy. Mana shu o'sha butun alamini tinch aholidan oldi. Har doim chiqib kuchsizlarga kuchi yetadi, zolimlar. Endi Bobur umuman olganda o'zi aslida Bobur edi bu yerda hukmdor. Bu Najmi Soniylar unga qandaydir ko'makchi sifatida yuborilgan Ismoil tomonidan. Ammo Bobur emas, bu yerda shu Najmi Soniy o'zini bir hukmdor, Boburni esa bir xizmatkorday bir kamsitishga harakat qiladi-da. Ya'ni Bobur ham buni tushundi. Ismoil yuborgan qo'shinlarga uni gapi o'tmasligi, xullas katta siyosatchining qo'lida, katta siyosatchilarning qo'lida o'yinchoq bo'lib qolayotganligini tushundi Bobur va o'zini buyuk bobokaloni Amir Temurning merosini tiklash orzusidan to'g'risi Zahiriddin Muhammad shu yerlarda ko'ngli sovib ketgan bo'lsa kerak. Mana shu voqealar bilan bir parallel ravishda 1512-yilning kuzida Shayboniylar Samarqandda to'planadilar va boya aytib o'tdim, Ko'chkunchixonni O'zbek davlatining oliy hukmdori, xon deb saylaydilar. Umuman olganda bu o'zbeklarni ham, Chig'atoylarni ham qoniqtiradigan bir tanlov sifatida qo'yilgan edi. Chunki Ko'chkunchixonning otasi O'zbek xonligiga asos solgan, allaqachon afsonaga aylanib ulgurgan Abulxayrxon edi. Ko'chkunchixonning onasi esa buyuk olim va davlat arbobi Temuriylarning mashhur vakili Mirzo Ulug'bekning qizi Robiya Sultonbegim edi. Xullas, yana taxtga o'tirgan odam ham Chingiziy ham Temuriy desa ham bo'ladi. Chunki ota tarafdan Chingiziy, ona tarafdan Temuriy. Ham O'zbek, ham Chig'atoy beklari unga xizmat qilishga tayyor turgan edilar. Bu yerda yana bir qiziq ma'lumot, Ko'chkunchixonday o'z vaqtini taniqli va davlat arbobi bugungi kunda nimagadir unutilganday. Ya'ni ko'proq o'rganilishi kerak-da bu kishilar. Masalan, Ko'chkunchixonni biz qancha unutmaylik, lekin mana ko'p tog'li hududlarda o'sha ayniqsa mana shu Jizzax, Samarqand, Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda
Ko'chim, ko'chkunchi ismlari menimcha hozir ham qo'yiladi. Ya'ni shu ko'chim ismi ham o'sha Ko'chkunchixonning qisqartirmasi o'zi aslida. Mana Ko'chimovlar, Ko'chkunovlar aynan mana shu Ko'chkunchixondan olingan o'zi aslida. Xullas mana shu paytda o'zbeklarning asosiy kuchlari Buxoroda to'planadi. Ko'chkunchixon Samarqandda to'plangan jangchilarning katta guruhini ularga yordam tariqasida yo'llaydi. Yordamchi korpusga esa Ko'chkunchixonning katta o'g'li Abu Saidxon hamda Shayboniyxonning o'g'li otasining qasosini olish ilinjida yurgan Muhammad Temur Sulton mana shu katta qo'shinga boshchilik qiladilar. Shu tariqa umumiy qo'mondonlik esa Ubaydullaxon qo'l ostida edi. Ubaydullaxon 35-40 ming atrofidagi lashkar, ya'ni qo'shinga ega bo'ladi. Qizilboshlar esa Bobur bilan birlashgan qo'shini ularnikidan 2 barobar kattalashadi. Ya'ni Bobur bilan Najmi Soniyni qo'shganda ularning qo'shinlari taxminan 60 mingdan ham oshib ketgan edi. Safafiyning eng mashhur beklari, masalan Abdalbek Tolish boshchiligidagi Tolishlar, Husaynbek Shamli va Bayramxon Qaramolli rahbarligidagi turkmanlar va Bobur boshqaruvidagi Chig'atoylardan tarkib topgan mana shu ulkan armiya 60 ming kishidan oshib ketar edilar. Bu katta harbiy guruh, ya'ni armiya Movarounnahirdagi harbiy kampaniyani, ya'ni harbiy mana davom ettirish maqsadida Buxoro vohasiga yo'l oladi. Ya'ni Najmi Soniy, men ko'rsatuvni boshida aytib o'tgandim. Najmi Soniy mana shu qadimgi Buxoro shahrini egallashga vaqt va zaxira resurslarni sarflashni istamadi. O'zbeklarning asosiy kuchlarini tezroq mag'lub etish maqsadida u G'ijduvonga ot soldi. Chunki G'ijduvon asosiy bir mana Shayboniylar uchun bir katta bir platsdarmga o'xshab ko'rinadi-da, o'zi shundoq ham edi. Samarqanddan otlarini ham dam oldirmasdan yo'lga tushgan Abu Saidxon va Shayboniylarda, endi Abu Saidxon va Muhammad Temur sultonlar G'ijduvonga Najmi Soniy va Bobur bilan bir paytda deyarli keldilar. Ikkala taraf ham G'ijduvonga go'yoki bir xil vaqtda yetib keldi. Ular Ubaydullaxon bilan birgalikda istihkomga kirib ketayotganlarida Buxoro tomonidan yetib kelgan ittifoqchilar manjaniq deydi-ku, katapultlar bilan qamal narvonlarini o'sha paytda tayyorlayotgan edilar. Ya'ni G'ijduvon jangi boshlanish arafasida edi. Endi ming afsuski G'ijduvon jangini batafsil bir nima qilishga uchun ma'lumotlar juda ham oz. Masalan, ko'pchilik aytadi-da, ixtiyor aka nimaga Yevropadagi janglarni juda batafsil yoritasiz, bizning janglar unchalik emas. Chunki ming afsuski bizning janglar haqida ma'lumotlar ozda, yetarli yoki o'rganish nimasida yotibdi-da. O'sha ko'plab manbalarni o'rganish kerak. Lekin ming afsuski mana shunday bizda o'zi musulmonlar o'sha muarrixlari, tarixchilari odatda jang taktikasini, qo'shin tarkibini, jang voqealarini batafsil biron ma'lumotlarni kam keltirmaydi ko'pincha. Ko'pincha to'qnashuvlarni qanday tasvirlagan, mana fantaziya ham bo'lmaganmi bilmadim. Yevropa tarixchilari juda batafsil zo'r tavsiflaydi jangni. Qanday qo'shinlarni qanday joylashishi, ularda bir xuddi bir haligi qiziqarli qilib beradi-da jang. Va bizda lekin ming afsuski manbalarda ham unchalik o'sha musulmon tarixchilari, turk tarixchilari ham juda o'sha primitiv berilganda, nimalar. Ko'pincha to'qnashuvlar otlarning dupuri, yer o'pirilib tushdi, qo'shinlar bir-biri bilan to'qnashdi, qon to'kildi. Shunaqa narsalar bilan kifoyalanib qo'ya qolishadi-da. Ikkita qo'shin sherday olishdi kabi mubolag'alar, ta'riflar bilan cheklanadilar ming afsuski. Lekin bir narsani aytishimiz kerakki, o'sha kuni G'ijduvon jangidan oldin o'zbek qo'shinining motivatsiyasi, ya'ni ruhiyati nihoyatda baland edi. Ya'ni mana shu o'zbeklarning ruhiyati balandligi, boyagi o'zlarining ulug' xonlari Shayboniyxon uchun o'ch olish motivatsiyasi, dushmanni vatandan haydab chiqarish, bu muqaddas urush edi Shayboniylar uchun. Ya'ni Movarounnahr xalqi uchun ham. O'sha aytilishicha manbalarga ko'ra Shayboniy, ya'ni o'zbeklar deylik, o'sha bizning ajdodlarimiz o'zbeklar
shunday vajohat bilan olishadilarki, shunday hamlalar qiladilarki jangda. Qizilboshlar barcha jabhalarda o'zbeklardan yengiladi va tormor bo'ladilar. Usmonlilar ham yordamga o'sha qandaydir nimalarni yuborgan degan gaplar bor. Mana shu jangdan oldin Usmonlilar ham Safaviyning juda katta dushmani edi. Biz Choldiron jangi haqida keyin ko'rsatuvda aytib o'tamiz. Usmonlilar bergan harbiy yordam ham mana shu jangda va umuman Safaviylarga qarshi kurashda ma'lum bir ahamiyatga ega bo'lgani aniq shu ma'lumda. Xullas Ubaydullohxonning harbiy mahorati va kamonchilar qismlaridan samarali, ya'ni o'sha kamon otuvchilardan foydalanganligi nihoyatda muhim bo'ldi bu jangda. O'sha 1512-yil mana shu jang bo'lib o'tayotgan sanada o'sha kuni tong otar paytdayoq o'zbek o'qchilari, ya'ni Shayboniylar o'zbek o'qchilari istihkomlarga yashirinib turgan edi bular. Ular istihkomlardan chiqib shahar chetidagi bo'sh uylar va bog'larga, ya'ni shuni xuddi sitadelga o'xshagan hovlilar bor edi, o'sha G'ijduvon atrofida, o'sha baland devorlar bilan o'ralgan bog'lar, ichida bog'lari bor. Endi bularning egalari allaqachon Samarqandga, boshqa joylarga qochib ketgan. Xullas kichik guruhlarga bo'linadi, mana shu pozitsiyalarni egallaydi o'zbek qo'shinlari. Bu qizilboshlar uchun nihoyatda noqulay bir haligida, ya'ni Shayboniylarning kuchlari har bir qal'aga o'xshagan hovlilarga joylashib olgan. Bunday pozitsiyadan qizilboshlar o'zbeklarni, ya'ni o'zbeklar bilan to'g'ridan-to'g'ri jangga kira olish ehtimoli, ya'ni juda ham nima edi, ya'ni ular bilan to'g'ridan-to'g'ri jangga kira olmas edilar va noqulay bir pozitsiyada tushib qoldilar qizilboshlar. Har bir hovliga kirib, masalan, u yerdagi guruhlarni tormor qilish haddan tashqari mushkul va kuchlarning ham bo'linib ketishiga olib keladi va deyarli imkonsiz ish edi. Chunki bu yerda o'sha g'ovlar yaratilganda, xuddi barrikadalar deydi-ku, barrikadalar bilan to'sib olinganda har bir hovlilar, har bir hovlini alohida bir qamal qilish va egallash talab etilardi dushman uchun. 12-noyabr kuni, seshanba kuni saharda G'ijduvon jangi mana shunday boshlanadi. Najmisoniy, Bayramxon va Zahiriddin Muhammad Bobur va boshqa qo'mondonlar ulkan qo'shinni saf tortadi. Endi bu 60 minglar deb olinadi. Qo'shin juda katta qo'shin edi. Qo'shinni oldida turardilar va ular jangni boshlaydilar. Ya'ni ular dastlab o'zbek sultonlarining harakatlarini kuzatib turadilar. Najmisoniy Bayramxon boshqaruvidagi o'sha birinchi eshalon, ya'ni eshalonning oldiga Bayramxonni yo'llaydi. Qizilbosh askarlar o'q yomg'iri ostida o'sha hujumga o'tadilar boyagi hovlilarga. Lekin ularni tutday to'kishni boshlaydilar Shayboniy, ya'ni o'zbeklar kamonlardan. Hatto o'sha daydi o'q bir uchib keladi, hatto Bayramxonni ham otdan yiqitadi. Bayramxonning otdan yiqilishi turkmanlarning safini buzib yubordi. Yani turkmanlarda bu yerda qizilboshlar tomonidan jang qilayotgan o'sha nimalar aytilyapti. Xullas ular o'sha nayzalar uchib kelayotgan paytda qilichlarini sermayapti, ko'zlari yaxshi ko'rmaydi, endi qalqon bilan to'sib olgan va tayyor o'zbeklarga o'lja bo'ladi bu mana shu qizilboshlar. Xullas vaziyat qaltis tus olayotgan, jang qizib ketadi. Najmisoniy buni jangni o'sha og'ir kechayotganligini va g'alabali bo'lmayotganligini sezgandan keyin qolgan o'sha eshalonlarni ham oldinga haydaydi, ya'ni jangga soladi. Ammo o'zbeklarning o'qlari va ayovsiz hujumlari qizilboshlarni qattiq sarosimaga solib qo'ygan edi. Juda ko'p mana shu nimalar, ya'ni kichik qo'shin boshliqlari, qo'mondonlar kurashni davom ettirishdan bosh tortadi. Ya'ni chunki bular bostirib borgan sari tutday to'kilishni davom etayotgandi. Va ular mana shu oldinga sildishdan bosh tortadilar va bunda Najmisoniy albatta ularga o'sha o'zini qahrini sochadi. Ularga qarab so'kinadi, baqiradi.
aynan mana shu yerda Najmisoniyning no'noq qo'mondon ekanligi, ya'ni boshqalar bilan chiqisha olmasligi ham juda katta rol o'ynadi G'ijduvon jangining mag'lub bo'lishi Safaviylarni. Bobur bilan munosabati albatta yomon bo'lganligini boya aytib o'tgandik. Boshqa sarkardalar ham allaqachon uning janjallaridan, ya'ni uni kekkayishidan, ahmoqona boyagi strategik qarorlardan to'yib ketgan Safaviylar, ya'ni qizilboshlar ham ko'pchilik undan ko'ngli qolgan edi. Shu bois mana shu jangni qizg'in paytida o'zbeklarning qattiq o'sha kamon va o'qlar otishi natijasida jang qaltis tus olgan paytda Safaviylar safidagi yirik sarkardalardan Husaynbek Shamlu va Abdalbek Tolish o'z askarlari bilan jangni maydonni tark etib chekinadi, qochadi desa ham bo'ladi. Boburning askarlari ham dastlab jangda faol qatnashayotgan edi. Ammo g'alaba qo'ldan boy berilayotganligini Bobur ko'rib turadi va Zahiriddin Muhammad Bobur ikkilanib qoldi. Ya'ni jangning natijasidan ikkilanib qoldi. U hatto Najmisoniyga chopar yo'llab, hatto chekinishni ham taklif qiladi, chunki jang mag'lubiyat bilan tugashi ko'rinib qolgandi. Ammo o'jardan o'jar Eroniy, ya'ni Najmisoniy Boburning taklifini rad qilgach, Boburning o'z askarlarini ilgari, ya'ni oldinga yuborishdan to'xtadi-da, Bobur oldinga jo'natishdan. Endi o'limga yuboraverishdan ham foydasi yo'q-da, chunki Shayboniylar ularni tutday to'kib tashlayapti-da, boyagi qal'a, ya'ni o'sha qo'rg'onlarning ichidan turib olib. Safaviy o'zini qo'shinining masini, hali vaziyatini to'liq anglamasdan jangni davom ettiryapti, hujumlarni. Shunda Bobur o'zini askarlarini oldinga yuborishga to'xtagandan keyin Safaviy qo'shinining sirtlari ochilib qoladi. Bundan foydalangan pistirmadagi o'zbek otryadlari qizilboshlarga orqadan qaqshatqich zarba berishni boshlaydilar. Mana shunda tushundiki, Bobur jang boy berilganligini. Bobur darhol otini Buratda, orqaga Buratda Hisorga qarab chekinadi. Tan olish kerak, Bobur ham bu yerda jangni tashlab qochdi desa ham bo'ladi. To'g'ri, chekindi, qochdi, farqi yo'q. Boshqalar ham masalan qochib qolganda, mana Abdalbek Tolish, Husayn Shamlu va boshqa sarkardalar askarlari bilan Amudaryogacha qarab chekinadilar va bu yerga yetib boradilar. Keyinchalik o'sha Kerki yaqinida daryoni bir amallab kechib o'tadilar. Jang maydonida esa nazoratsiz qo'shin qolib ketgan edi. Ular Shayboniylar tomonidan endi bir soat, bir yarim soat ichida butunlay qirib tashlanadi va butunlay o'sha layoqatsiz holga keltiriladi. Og'ir Najmisoniy ham o'zini jangga tashlaganda, u oxirgi hujumlarni o'zi boshlab oldinga harakat qiladi, lekin u ham qattiq yarador bo'lib asirga olinadi va to'g'ri Ubaydullohxonning oldiga olib kelinadi. Ubaydullohxon uni biroz o'sha so'roq qilib nima qilgandan keyin uni boshini tanasidan judo qilishga buyruq beradi va qatl etiladi Najmisoniy. Ana shunday ulug' bir g'alabaga erishilgan edi G'ijduvon jangida. Mana shu qo'shinning juda katta qismi qizilboshlar qirg'in qilinadi va bu nima deydi, o'sha boyagi Qarshining aholisini, Turkiy Qarshining qirib tashlanishi, o'zbeklarning katta qismi qirib tashlanishi, albatta ularning o'chini olish deb hisoblanadi. Najmisoniyning qo'shini ham qirg'in qilinadi va Najmisoniyning o'zi ham o'ldiriladi. G'alaba xabarnomasi Chopar orqali juda katta g'alabaga erishilgandi. Bobur ham o'sha qochib ketdi. Ismoil Safaviyning boshqa lashkari qo'mondonlari ham bir amallab qochib nimadan o'tib olishdi, o'sha Amudaryodan va buyuk g'alabaning nimasi amalga oshdi. G'alaba choparlar bilan g'alaba xabarlarini Ubaydullohxon butun Morin-Nahr bo'ylab chopar orqali yo'llaydi. Birinchi navbatda albatta Samarqandga. Mana shunday qilib yirik shaharlarni bozorlarida o'sha paytda jarchilar aholiga ulug' g'alaba, zafar daragini yetkazadilar. Shiyalar yengilganidan ruhlangan sunniy aholi
g'alabani juda katta bayramlar, tantanalar bilan bayram qilishni boshlab yuboradilar. 3 kundan so'ng juma namozida o'zbek qo'shinlari va Ubaydullohxon musulmonlarni, asl haq musulmonlarni qutqazgan g'oziylar sifatida duolar bilan eslanadi. Ubaydullohxon mana shu ulug' jangdan so'ng Muiziddin, ya'ni dinni izzat qiluvchi degan faxriy o'sha nimani laqabni olgan edi degan ma'lumotlar bor albatta. Mana bugungi ko'rsatuvimiz G'ijduvondagi ulug' buyuk g'alaba haqida. Odamlar o'shanda ko'zlariga yosh olib, Ubaydullohxonni duolar qilib, katta tantanalar qilgan edi. Bu G'ijduvondagi Shayboniylarning buyuk g'alabasi edi va qaysidir ma'noda Shayboniyxonning halokati uchun bu yerda qizilboshlardan o'ch olingan edi. Keyingi ko'rsatuvlarda albatta Safafiylar va Shayboniylar va keyinchalik Usmonlilar ham o'sha Shayboniylar uchun, endi faqat Shayboniylar uchun emas, bu yerda albatta Usmonlilar o'zining manfaatlari bor edi. Choldiron jangi va boshqa janglar haqida keyin ko'rsatuvda gaplashamiz. Xayr, salomat bo'linglar.